Assalomu alaykum jigarlar. Bugun sizlar bilan o'sha Paraboy PUBG. Sizlar videoyim sizlarga manfaatli bo'lishi uchun bitta like va obuna tugmachasini bosamiz, rekka chiqish tushunamiz jigarlar. Sizlar men qanday ko'rib. Sizlar bilan bugun Livnovda stream qilishni o'rganamiz jigarlar. Qani, xo'p, Livnov tortib olganman men. Sizlarga yana bitta tortib ko'rsataman. Bu Livnov programmasi ham iPhone'da ham Android'da, Redmi, xullas hamma telefonlarda chiqadi. Livnov mana Livnov stream deb qo'ygan. Buni men tortib qo'yganman. Openni bitta bosasizlar jigarlar. Agar tortib qo'ygan bo'lsanglar, qanaqa qilishni bilmayotgan bo'lsanglar ham bitta bosasizlar. Keluvchi mana YouTube, Facebook, Twitch, TikTok, X, xullas shunaqa narsalarda stream qilsanglar bo'ladi. Buni bitta bosasizlar. Keyin mana vhod YouTube'ni bitta bosasizlar. Birinchi akkaunt so'raydi bunga. Shuna kirasizlar, mana uje mana bu yerlardan xullas bu rejalashtirib qo'yilgan bo'lib qoldi. Xullas chiqamiz bu yerdan. Chiqib turaman, vhodni bitta bosasizlar, keyin create evento degan joyi bitta bosasizlar jigarlar. Keyin mana yerdan o'zingizlar tag nomlarini qo'yasizlar bo'ladi. Bu yerdan mana bitta bosasizlar, rasm qo'ysanglar bo'ladi bu yerga. Xo'p, keyin mana yerda uje stream keyinroq yoqmoqchi bo'lsanglar, bo'sh vaqtingiz bo'lmasa belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Like kelib turadi jigarlar. Public, private, universitet degan joy bor. Jigarlar, buni public hammaga qilib qo'yasizlar. Public degani hammaga degan, hammaga ko'rinadi jigarlar. Create eventoni yana bitta bosamiz. Xullas buni bosganimizdan keyin o'sha mayda ozgina narsa bo'ladi, keyin kiradi jigarlar. Kirgandan keyin bu yerda ana short stream, keyin katta stream qilsanglar bo'ladi. Buni short stream ham katta stream ham qilsanglar bo'ladi, mak. Keluvchi buni short stream qilmoqchi bo'lsanglar, manaqa o'zi telefonga o'xshab turadi. Bunaqa qilsanglar, bunday yonchalatib qo'yganga o'xshaydi. Bu yerda xullas 180 narsa, 60 fps hammasini o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Bu yerdan ovozini eng yaxshisi 100 qilib qo'yganingizdan yaxshi. Chunki bunda ovoz yaxshi keladi jigarlar. Xo'p, bu yerdan mana chatlarni qo'shsanglar bo'ladi, faqat bu pullik. Xo'p, endi bu yerda kamerada streaming deb qo'yganni o'zingiz stream qilasiz. Stream play deb qo'yganni, qarorchi stream o'zi ekran yonadi jigarlar. Xo'p, buni qilib qo'ysalar, mana overlook deb qo'ygan joyga bitta bosasizlar jigarlar. Mana pauza bossanglar, o'zi mana pauza bo'ladi. Bu yerdan xohlagan rasmlaringizni qo'yib olsanglar bo'ladi jigarlar. Xo'p, endi delete bosamiz jigarlar. Delete bosganimizdan keyin xullas mana Publichi Besi Blayleli degan joyga bitta bosamiz. Keluvchi bu yerda har xil zadaniyalar bor. O'shalarni sizlar bajarishingiz kerak jigarlar. Samolyotda reklama, bitta reklama ko'rasizlar, mana hozir qaranglar. Xo'p, bu reklama ham ancha ko'zladi. Jigarlar, xo'p, ko'rdinglar, 150 dedi, 60 ta bo'lib qoldi, 162 ta. Xullas bu yerdagi zadaniyalarni bajarishingiz mumkin. Har kuni bajarib qaranglar. Buni kirdinglar, mana xo'p, bu yerdan sotib olsanglar ham bo'ladi. Xullas hamma narsa qilsa bo'ladi jigarlar. Xo'p, bu yerda mana zadaniyalar bor, o'rtoqlarga tashlaysizlar, mana podarkalar. Xullas har xil narsalar bor, zadaniyalar bor. O'shalarni bajarsanglar sizlarga tanga beradi, keyin sizlarning streamingni shuncha uzoqqa boradi mana. Xo'p, bu yerda kamera turibdi, ekran turibdi. Xo'p, mana 160 taga 81 minut stream qilsanglar bo'ladi jigarlar. Xo'p, endi buni nachayt degan tugmani bosamiz. Nachayt translyatsiya degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana xullas biz stream qiladigan ekranimiz paydo bo'ladi. Bu yerda ham 60 fps sizlar boy o'rgatganlarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi jigarlar. Xo'p, bu yerda nimadirlar, qarorchi Gatov bitta bosib, mana zakretni bitta bosib, chat qo'shish pulli jigarlar faqat. Xullas bu yerda mana overlay degan joy turibdi. Xullas boy ko'rsatgandaqa bu yerda ham mana 100. Xo'p, bitta ham cho'voryapti. Mana startni bitta bosasizlar jigarlar, keyin mana nachayt degan joyi bitta bossanglar bo'ldi jigarlar, streaminglar yonadi. Jigarlari, bu video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan hali zo'r kontentlar qilamiz jigarlar. Obuna tugmachasini bosib esdan chiqmasin. Qani go uni jigar.